Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Terikim chiqolmasmı? Men bilan yatqan mahbuslarning kamera yo'tkilishdan nemishqa unchola qo'rqadiganligini beshimga kelganda bildim. Kamera yo'tkilish degan yaklanish, jazolanishlar emas, burun bir qitim boshdan kechirgan qabohatlik mahbuslik mashqini takror boshdan kechirish, yangi kirgandagi qo'rqish, andikish va iztiroblarni qayta his qilish deganlik bo'ladi ekan. Kamera yo'tkilishning ta'mini Abdurahman meni xalaga akirib to'qach atliq tastak, samsa atliq musht va kavob atliq tizlashlar bilan kamera qoidasini yangidan o'rgatishni boshlaganda bildim. Men tunji kirgan mashq kamerada yonga Farhod cho'moqchi edi. Yangi kameradagi Vangning cho'moqchisi Abdurahman ismli Pakinak banga ekan. Mashq kamerada billa yotgan kameradaşlarning kamera boshlig'iga shuncha xushomat qilishi, bo'ysunishi va qulchilik qilishida tamaka xumaridan boshqa men ko'rayotgan bu zulmdan qo'rqish bor ekan asli. Chunki kamera boshlig'i tutqunlarni xolisa jazolaydi ekan, xolisa yo'tkib ekan. Daraza, Oruq, Xitoychini tungan talaffuzda so'zlaydigan Vangning o'rnida kitoblar chechilib yotadi. U odatda ko'p so'zlamaydigandek qiladi. Kameraning tuzumlari Xitoycha yozilib tomga chaplangan bo'lib, xiloflik qilganlarning ismi ostiga izohat qilib berilgan edi. Uning mahbuslar bilan ancha kori bo'lmaydi. Barliq buyruqni ikkinchi o'rinda yotadigan Gansuluk Aqchi Xitoy ijro qiladi. Burunqi kamerada yo'tqanlarning hammani askarcha saranga qepi shaklida qatlab tuzatdik. Bu kamerada qatlashqa qulay, qo'nroq yo'tqanlarni qatlab, qolganlarni supa karavatning ustiga soladiganmiz. Buning yaxshi yeri mozlari bo'linib, qatlanmas bo'lib ketgan yo'tqanlarni suv purkib, har atigan qir chiqarishdan qutuldiganmiz. Xudoga shukri. Bu kamerada boshliq kitob o'qiydi ekan. Yangi kirgan mahbusni yalang'ashlab tekshirmaydi ekan. Bu men qamalgandan keyin erishgan eng mamnun qilarliq yangilik bo'ldi. Yana bir xursand qiladigan yeri bu kamer mashq kameradek tarat purmaydi ekan. Ammo bu yerda mening burunqi apandilik e'tiborim suvga chilashgan edi. Burunqi kamerada erishgan salohiyatim Heliqi meni tonib olgan Gundupay sabablik erishgan izzetim, tarjimonlik qilalaydigan iqtidorim, inglizcha muallimlikim hammasi bu yerda nolga aylangan edi. Bularning hech qaysi meni apandi deb chaqirgan heliqi Uyg'ur Gundupayni ko'rmagan. Ya bularga meni bir Uyg'ur Gundupay tonib olgan, hurmatligan, menga bundaq mahbuslik mashqini zo'rlamanglar, degili bo'lmaydi. Vangning kitob o'qiydigan ilmiy obrazi yakshanba atiganda ko'z oldimda batbashira tus oldi. Uning buyruqi bo'yicha yakshanba atigan kona tish cho'tkasida xalaning o'chqini cho'tkalashga boshladim. Tishini cho'tkalaydigan asbob bilan xaladagi o'choqni xuddi tishlarni tozalagandek cho'tkalash oson emas edi. Chunki qamoqxonalarda ishlatiladigan cho'tka sirtki cho'tkalardek uzun sapliq emas edi. Uni ishlatganda cho'tkaning to'shkiga ko'rsatgich barmoqini kirgizish kerak edi. Bundaq cho'tka bilan xalaning o'chqini tozalash basi mushkul edi. Vangning ko'nglidagi maqsadning xala cho'tkalatish emas, balki menga kimligimni va o'zining huquqini e'tirof qilg'izish ekanligini his qildim. Cho'tkani sopun suyiga chilab, xalani tozalab o'ltirib, pushaymon qilishga boshladim. O'choqning to'shkidan chiqayotgan badbo'y dimoqni ichishtirib, ko'zdan yosh chiqaratdi. 4 oyoqliq bo'lib puklanib, xala cho'tkalab o'ltirib o'zimga achchiqim keldi. Xo'rliq, g'azab va o'kinish ichida. Bekor ortiqcha ishqa chatkardim. Behuda bilarmanlik qilib, azar yevoldim. Men mahbusmidim, muallimmidim. Nima qilatdim? Kamera boshlig'iga Xitoycha o'gitaman deb talab sunib. Nima qilaman? Gundupay qarab tursa,
kamirda o'qituvchilik qilman deb, nima qilaman so'roqxonada haddimni bilmay so'roqchilarga qonundan dars o'tib, jinoyatchi desa nim bo'pti, demisi nima? Jinoyatchining muomalasini necha 10 qitim ko'rib, jinoyatchi yeydigan tayoqni bo'lishiga yeb, xo'rliqni yetkichi tortib, siyosiy jinoyatchi bo'lishning dardini qo'shib tortib, maymundek sakrab, eshakdek 4 putliq bo'lib bo'lgan turib, yana nima kepti? Manga men tutqunay, jinoyatchi emasmanay, men qonunni sizlardan yaxshi bilmanay deb ustadlik qilib, nima qilar bo'lg'aydim ular bilan zakonlashib deganlarni o'yladim. O'choqni har qatim cho'tkalab bo'lgandan keyin ustidan bir qatim suv mangdiratdim. Ustidan har suv quyganda xalaning to'shkidan bir sesiq buz puruq chiqatdi. Bu xalamu Qashqardagiga o'xshash cho'nqur qizilgan bir azgal ustiga silingan bo'lg'achqa, ustidan suv quygan hamon sesiq buz ostidan ustiga ko'tarilatdi. Sesiqchilikqa chidamay bo'lmaydi. Puroqdan qo'rqib, og'iz burnimni tutib olsam, tayoq yeyishim mumkin edi. Endi kechikkan edim. Pushaymon qilsammu o'rniga kelmaydi. Chidishim kerak edi. Kamirda o'zim va boshqalar uchirgan til haqorat va xo'rliqlarga beparvo bo'lishim, anglamagan, ko'rmaganga silishim kerak edi. Nafratlanadigan, ichinadigan, hasratlanadigan, g'azablanadigan ishlarning hammasiga xuddi meni qorshab turgan tamdek hissiyotsiz, har kuni surtsammu qop-qora maynat chiqadigan seminut poldek soğuq, kechilik uyquda ko'rpa, kunduzlik darsda o'rindiq bo'ladigan kir adiyaldek ko'tirishchan bo'lishim kerak edi. Xalani tozalashim boshliqqa yarmadi. Ishik tuvida so'zilib, televizor ko'rib yotgan kamir boshliqi yenimga kelib, "Sen nimancha misildaysan? Xala tozalab boqmabdikansan, ha?" dedi. "Ha" deyishim bilanla varqirab ketdi. Tova, ha deganimning nari xato? Men tutilgandan beri mayli so'roqda bo'lsin yoki kamirda bo'lsin, tushunish va tushuntirish iqtidorimdan gumonlanib kelyotdim. Savol so'ralganda nima deyishni bilmaydim. Qaysi savolning javobini qandoq berish menga bir tepishmoq edi. O'xshash savolga ba'zida ha desam to'g'ri chiqadi, ba'zida yo'q. Bu tutqunlikning tilini hech bilib bo'ldigandek emas edim. Vangning mushuning bilan 5-chi qitim qamalashi bo'lib, mendek mahbusni tunji ko'rayotganmish. Tova, shu bir ha degan javob uchun tamga qaratib turg'izib qo'ydi. Vaqt atgan o'q degan uyg'urcha iborani har o'ylasam, ko'z oldimga miltiq yoki tapanchining emas, yochoqning o'qi keladi. Chunki hayotimda men vaqtning oldimdan yoki quloq tuvimdan pang-pung qilib o'tganini sezolmadim. Yeshim 30dan oshgandan keyin vaqt yenimdan yo o'qidek tuydirmay beshida o'tib ketgan edi. Ammo tutqunlikdagi vaqt yo o'qiga emas, badanimga yepishgan yilonga o'xshaydi. Muzdek tini bilan pochoqlarimga yomishib, nashtarini chiqarib, qushildab xiris qiladi. Yenishlab qaraydim. Koridordagi soatning yilondek tillari qetib qolgandek turadi. Mangmay ichimni siqqan tam soat oxiri 7ni ko'rsatdi. Qachongacha tik turishimni bilmaydim. So'rasam uratdi. 9 soat suvsiz, tomoqsiz, tamga qarab turibdiman. Tushlik va kashlik tomoq vaqtidimi rohat degan buyruq kelmagachga davomli turdim. Kamir boshliqi qachongacha turadiganligimni demadi. Tamga yozilgan harflarni necha 100 qatim o'qib tugatdim. Tamga tirnoq bilan Manzira, Dilmurod degan ism bek ko'p yozilgan edi. Qaraganda Manzira ismlik ma'shuqini sig'ingan Dilmurod degan bir oshiqning hikoyasi tamga o'ylagandek qiladi. Qo'rsqim ichib ko'ldirlashga boshladi. Nima ko'rsam ko'ray, tamga qarab turavermay deb, "Doklad o'g'nish boshliqi, tamoq yeb olsam bo'lamdi?" dedim. Nima uchunki, tilim xitoychaga bakmu ta'sir keldi. Vang o'rnidan qo'zg'almay yotgan peti, "Oshpaz!" deb varqiradi.
Bu yerda hech kimning ismi yo'q. Ya nomer bilan chaqiralimiz, ya jinoyatimiz va yoki amalimiz bilan. Sirtda boy o'tgan bo'lsangiz, haydagan mashinangiz bilan chaqirilsiz. Amaldorlikdan kirib qolsangiz, amalingiz bilan chaqirilsiz. Oshpaz degan kamirda bir amalning nomi. Doğuloq kelgan qarmutuq, o'ruq bir bala kelib, qo'limga toshdek ikki mo'ma, bir qacha qaynoq suv tutqizib qo'ydi. Buyruq bo'yicha hojatxona oldiga berib o'ltirib, tamoq yeyishga tutindim. Xudoga shukri, bu hojatxona purmaydi. Uncha sisiq emas, deb o'yladim. Qo'limdagi mo'mini qaynoq suvga chilavitib ichimda. Chunki yenida o'ltirsammu ko'zlarimdan yosh chiqarvatmagan edi. Mo'mini og'zimga silishdan burun o'zimga bu xola uncha sisiq emas deganimning teshimga chiqib ketganidan o'zimmu cho'chib ketdim. Men burun xoladan chiqadigan bu nejis puroqning sababini Qashqarda Avraz yo'lining bo'lmasligidan ko'rgan ekanman. Qarasam, Urumchidek zamonaviy shaharda Uyg'urlar to'plashgan Tangritog' rayonidagi bu qamoqxonadimi hojatxona cho'nqur qizilgan bir azgalning ustiga chiqarilgan edi. Xolaga qarab xiyol surib o'ltirib ketganimga diqqat qildimu, Vangning gap qilib bergusi kelib qoldi. Uning aytishicha, u yetib baqqan qamoqxonalarda hojatxonalarning qurilmasi o'xshash ekan. Hech birida sirtqa tutashgan avraz yo'li yo'q ekan. Bundaq yasalashning sababi mahbuslarning shu yo'l bilan qochib ketishi, bir-biriga va sirtqa shu yo'l orqali xabar yetkazishining oldini olish uchun ekan. Chunki mahbuslar burun bu hojatxonalarni xabar yetkazish uchun ishlatgan ekan. Ular xatni yotqandan yoki matrosdan chiqarib olgan yipqa bog'lab, uni hojatxona o'chqiga tashlab, ondan suv mangdirar ekan. Xat yondagi kamerning o'chqiga kelganda mahbuslar suzib elib o'qishidi ekan. Hamda ularmu javob xatni ashu yipqa chigib o'choqqa tashlaydi ekan. Qarshi tarafmu yipni tortib, xatni chiqarib oladi ekan. Bu aloqa usuli qamoqxonalarda kayni-kayndan bayqilib qolgandan keyin barliq qamoqxonalarda hojatxonalar mushundoq cho'nqur ko'langan azgalning ustiga yasalganmish. Bu gaplar menga Amerikaning turmadan qochish degan ko'p qismliq filmidagi Maykolni eslatdi. Umu hojatxonaning o'chqidan qog'oz qiyiqda xat mangdirib, maydondagi avraz yo'lidan suzib olgan edi. O'zim emas, po'qimmo chiqib ketolmagidek, deb ig'ir tortdim. Qamoqxonani sesitib badbo'y puratgan, hammani saskan duradigan taratning chiqib ketishiga yo'l qo'ymagan hukumat mening chiqib ketishimga aslo yo'l qo'ymaydi. Kirgan soatdan, tutilgan daqiqadan boshlab o'zimga chidamliq bo'lishni o'rgatdim. Ichimda har soatda degudek chiqib ketaman degan so'zni doim takrorlaydim. Kunduzda koridordagi soatning qo'zg'almas tiliga qaravitmu, kechilik navbatda mahbuslar elib chiqilgan yoki akirilganda eshiklarning ochilib yopilgan ovozini sanavitmu, chiqib ketadiganligimga tuyg'ularimni ishontirishga tirishatdim. Chiqib ketaman debla o'ylaydim. Menga so'roqchilarmu tanglikda qolgandek tuyulatdi. So'roqlar bir qancha savoldan neriga borolmas holga kelib qolgan edi. Chunki ularning qandoq vosita qo'llanishidan qat'iy nazar, men gunohsizligimda ching turatdim. Har qitim yondagi eshiklar taraqlab ichilsa, keyingi ichiladiganning men yotgan kamerning ishki bo'lib qilishini tilab ketatdim. Xola cho'tkilgan kuni qutulish umidim to'zg'aqdek to'zib ketdi. Kechilab qilinayotgan so'roqdagi savollarni o'ylagancha qo'rqinchli tuyulishga boshladi. Har qancha qilibmi Amerikadan yasli qurish uchunla qaytib kelganligimga so'roqchilarni ishontirolmayotdim. Ular mendek bir odamning qiziga Uyg'urcha o'rgatish uchun ona tilini unutib, hatto Uyg'ur degan suyumlik nomni deyolmas bo'lib qolgan qizini Uyg'ur qilish uchun barliq fursatlardan voz kechib, yurtiga qaytib kelishimga ishonmayotdi.